Namangan shahar go'zaldagi obyektimiz akalar, xudo xolisa bitay deb bo'ldi. Ichkari hovli tomonlarni bitkazdik. Xudo xolisa hovlimiz juda ham o'zgacha ko'rinishda bo'lib, mana bitta mokriy kombinatsiya qilganmiz bu hovlimizda akalar. Latolarni ham, sliflarni ham atsinkovoy edi. Almashtirib, mokriyga almashtirib berganmiz. Mana vodostokalarimizga ham akalar alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Cho'tki qilib o'rnatib berdi, kanalizatsiyalarga tushirib berdi. Endi bu hovlimizdagi patolog ishlarini xudo xolasa ko'ngildagidek qilib bitkazib beryapmiz. Darvoza xonamizni ham bitta ko'rsatib qo'yaman. Ko'rishinglar mumkin akalar, hech qanaqangi germetika edi, shpakilovka edi. Bunaqa narsalardan foydalanilmagan, tabiiy holatda mana shunaqangi go'zal ko'rinishda qilib choklarni keltirilgan akalar, mana yaqindan ko'ringlar. Tabiiy holatda. Xudo xolasa xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Ikkita chekkasidagi royal gullari alkofondan bo'lgan, o'rtasiga nerjivayga kombinatsiya qilganmiz. O'rta listlarni ham ko'rishinglar mumkin, ozgina boshqacharoq bo'lgan, yangilik bo'lgan akalar. Xudo xolasa juda ham chiroyli chiqdi, xudo xolasa. Yo'qdan bo'lsa bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Xizmatlar bo'yicha pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa ko'cha tomonimiz qoldi, bitkazamiz inshaalloh. 2 kunlik ishimiz qolgan bu xonadonda. Hovlimiz nima deyapti akalar, hovlimiz.